aldım sözünüzden ustozlar. Adab ile bilim aldım sözünüzden ustozlar. Kalbingizni yok g'ubori, mehribonsiz shunchalar. Quyosh olmish haroratin yuzingizdan ustozlar. Sandog'ining bog'bonsiz, charog'bonsiz ko'ngilga yo'q. Ming ehtirom o'g'lingizdan, qizingizdan ustozlar. Joy oldingiz bir umrga, shogird yurak ko'ridan. Mo'min hayot darsin o'qir o'zingizdan ustozlar. Mo'min hayot darsin o'qir o'zingizdan ustozlar. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, mehribon ustozlar, qadrli aka-opalar, ukalar, singillar. Eng quvonchli kun bugun 1-iyun, bolajonlar bayrami. Sevinch to'la olami bugun bayram. Kel bolajon o'ynaylik. Bugun bayram. Kel bolajon o'ynaylik. Bugun bayram qilmaylik. Bolalarning yuzidagi tabassum inson nigohini quvontiruvchi eng ajoyib tuyg'u desak adashmaymiz. 1-iyun bugun bayram. Olam kular biz bilan, quyosh bizga nur sochar, oltin nuri yuzi bilan. Biz keldik bugun dunyoga, quvnoq kulgu ulashib. Har kunimiz o'tsin shod, tinchlik, omonlik bo'lib. Hozir bayramimizni ochib berish uchun so'z navbatini Ruhuz opamga beramiz. Stanımızda mana bugün balajonlar bayramini, sevimli bayramini bo'layotgan ekan. Bütün O'zbekistonliklarga, hamma balajonlarga shu bayramlarimiz qutlug' bo'laversin. Hamisha shunday bayramlardan ko'plarni ko'rib yurgaysizlar, Xudoyim. Kelajakda bir suyukli, buyuk insonlar bo'lib yetishgaysizlar. Quvnab yashnagaysizlar, Xudoyim. Allohim hamisha shunday bayramlardan ko'ravergaysizlar birgalikda, Xudoyim. Yurtboshimizga, O'zbekistonimiz prezidentimiz yurtboshimizga bunday sharoitlar yaratib bergani uchun rahmatlar aytamiz. Hammangizdan sog' bo'lgaysizlar, Xudoyim. Shu tarbiyachi o'qituvchilarimizga, tarbiyachilarimizga shularni tarbiyalab boyaga yetkazuvda quvvat tilaymiz, muvaffaqiyat tilaymiz. Hamisha charchamagaysizlar, sog' bo'linglar, Xudoyim. Tabriklayman hammani shu bayram bilan. Bolajonlar bugün mana bayramlarimiz ekan, hammangizni shu jajji bolajonlar bayramini tabriklayman. Shu bolalar baxtli bola bo'lsin, o'qimishli, bilimli bola bo'lsinlar. Shularni tarbiyalab o'tirgan tarbiyachilarga rahmat hammasini. Shu bolalar baxtli, yaxshi bola bo'lsin. Kelajakda bir bilimli, ilmli, o'qishlarda o'qib, yaxshi ishlarda ishlab, Xudoyim shu tarbiyalagan ustozlarni rahmatlar keltiradigan bola bo'lsin. Rahmat. Küçük guruh ijrosida shirin qizchaman. Hamma. Chiroyli kunlar, qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz bolajonlarimiz. Bayram muborak bo'lsin.
Chiroyli guldiroz qasalingiz bo'lsin jajji qizlarimizga. Bayram muborak bo'lsin yana bir bor. iyun bolalarni himoya qilish kuni keng nishonlanib kelmoqda. Yozning 1-kuni dunyoning deyarli barcha mamlakatlarida kelajagimiz egalari uchun turli konsertlar, ko'rgazmalar, sayrlar, sport musobaqalari o'tkazib kelinmoqda. Istirohat bog'larida esa bolalarning tabassumlari bilan o'yin kichik guruh ijrosida non yopganda qo'shig'i. Chiroyli guldiroz qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz bolajonlarimiz. Bayram muborak bo'lsin. Rahmat oyi, begim
Ягода маленькая у? Borini yeb turinglar hozir. Qaysin bo'lsa. Ягода маленькая. Tezlashtiradi. Olsam yuraman. Muslima sen Taom qilamiz. Ягода маленькая. 35. Руководители Марина Марина Алексеевна, Романова Юлия Юрьевна. Танец ягодка, ягода маленькая. Ko'rsincha raqs. Очень красиво.
Tarbiyachilaringiz ham hammangizga rahmat. Mana bugun shu bolajonlar bayram ekan, shu o'g'il qizlarimizni hammasini tabriklaymiz. Xudoyim kelasi bir yetuk bir yaxshi yigit qizlar bo'lsin, o'qimishli qizlar bo'lsin, o'qimishli yigitlar bo'lsin, ota-onasini bir rahmat olib keladigan yigit qizlarimiz bo'lsin. Hammangizni bayramlar bilan tabriklayman. Tarbiyachilarga ham rahmat, shu bolalarga shunday tarbiya berib turgan. Rahmat sizlarga hammangizga. Ajoyib jajji qizchalarimizdan, jajji o'g'il qizlarimizdan chiroyli she'rlardan eshitib qolamiz. Qani marhamat, bayram muborak bo'lsin aziz o'g'il qizlarimiz. Chiroyli she'rlarimizni ota-onalarimizga qarab chiroyli qilib aytamiz. 7 yoshga to'ldim, men maktab sari keldim, men salom maktabdan maktab, quchog'ingga ol maktab, o'zim yaxshi bo'laman, eng Allohchi bo'laman, ona yurtimdir, ben istiqlol farzandiman. O'ziyama yedirgan onam, hayotimda eng oliy odam, bolam diye qayg'urar har dam, ayting qayda bor bunday odam. Domrad noy, krayrad noy, yapsigda staboy. 7 yoshdan ayting. 7 yoshda to'ldim men, maktab sari keldim men, salom maktab, jon maktab, quchog'ingga ol maktab, o'zim yaxshi bolaman, eng a'lochi bolaman, ona yurtim dilbardi, istiqlol farzandiman. Osmonlarda yurganlar, oltin saroy qurganlar, ne berar deb turganlar, bolaga kitob bering, bola oqqush oqqa bugdar, dunyolardan bexabar, yovuzlik topmay xabar, bolaga kitob bering. Vatan bizning uyimiz, vatan bizning ko'chamiz, soyadagi suvimiz, mazza qilib ichamiz. Vatan bizning tog'imiz, orma anor bog'imiz, bug'doy anadanamiz, o'ynab mazza qilamiz. Endigi raqsimizni tayyorlov guruhi qizlari ijro etishadi. Этого вечера. Подготовительная группа Академии Город Танца. Поддержите их громкими аплодисментами. Chiroyli gullar qalsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Какие же мы сладкие, ах, какие же мы вкусные, ах, какие мы
Ey rahmat. Chiroyli guldiroz qazaklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz bolajonlarimizni. Qani marhamat. Davramizga navbatdagi o'rta guruhni davra markaziga taklif qilamiz. Xayr bog'cha Salom maktab nomli raqsga. Qani marhamat. Ey rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aziz ota-onalar, bayram ma'qul bo'latirmi? Ko'nglingiz to'layotirmi? Endi nima deymiz? Ish bor yerda kamchilik bo'ladi. Endi nima deymiz? Kamchiliklarni ko'z yummaslar degan umiddamiz. Davom qilamiz endi navbatni katta guruh navbatida chiroyli bir she'rlarni sizlarga, ota-onalarga mana shuncha mana shu yerda ozmi ko'pmi bilim olyapti. Chiroyli bir she'rlarni qani marhamat otalarimizga chiroyli qilib bayram shukuhida, ko'tarinki ruhda qani marhamat davramiz markaziga taklif qilamiz. She'ringni ayt balam Miraz. 7 yoshga to'ldim. Ayta olasan? Na, Rajana ayt der. Baxcha apa mehribon, shirin so'z ismi Rayhon, kulib kutib oladi, quchog'ini ochib shodon. Rant and rant just like zero, Lukna Muhammad zero. Милая родная, мамочка моя, знаешь, что очень сильно я люблю тебя. Где мама, папа, я, там и роза моя. Антошка, Антошка, пойдем-ка, бачка, Антошка, 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 пойдем-ка, бачка,
Param pam pam, param pam pam. Rahmat. Chiroyli guldiroz qarsakchilar bo'lsin. O'g'il qizlarimizga rahmat. Davom qilamizmi? Endi navbatni bu yerda nafaqat bilim oladi, harf o'rganadi, inglizcha, ruscha she'rlarni ham o'rganadi, tillarni. Endi navbatni chiroyli bir nima deb taqlid namoyishiga navbatni beramiz. Qani marhamat o'zlaringiz ko'rib baho beramiz. Davramiz markaziga taklif qilamiz. Opalarimiz, akalarimizdan chiroyli guldiroz qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turishlarini so'rab qolamiz. Davramiz markaziga Rayhona. Qizil ko'ylagim sen uchun emas, uzun sochlarim sen uchun emas, yozgan she'rlaring o'zingniki emas, seni sevdim men uchun emas. Senga bergan savollarga javob bermaysan. Hey rahmat. Chiroyli guldiroz qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab qo'yamiz. Rahmat. Bayram muborak bo'lsin yana bir bor.
Tamam qilamiz. Endi boya aytganimdek, bu yerda o'zbekcha chiroyli ona haqida, vatan haqida, ko'pincha ona haqida, vatan haqida jo'shib kuylash uchun, jo'shib aytish uchun chiroyli she'rlar o'rgatiladi, so'zlar o'rgatiladi, harflar bilan tanishadi. Bu yerda bizga hozirda urf bo'layotgan, an'anamizga aylanayotgan With a lot of fight. Spring is green, time is bright, autumn is yellow, winter is white. Round and round, just like Zera. Look now, Muhammad Zera. Father, mother, sister, brother, heart your heart, another. May they see, Zini go. No, 6 you know. Shu bolachalarimizga chiroyli guldiroz qalsaklar bilan tabriklab qo'yamiz. Rahmat barchangizga. Davom qilamiz endi qizg'in lahza. Qizg'in lahzada bekorga aytadiganim yo'q. Endi katta odamni yosh o'tgan sayin yosh bo'lib boradi ko'ngli, to'g'rimi? Ana endi mana shuni kichkinalar davrasida ko'ramiz. Chiroyli bir parodiya bilan siz ota-onalar uchun birlashgan qanday marhamat. Davom qilamiz. O'rtamizga, davramiz markaziga taklif qilamiz. Tayyor bo'lgan bo'lsalar. Tayyormizmi? Qanday marhamat, boshladik bo'lmasam. Canım canım babayı canım ekremanım babayı canım ekremanım babayı canım 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 Yetmiş yaşar kempirlerini karşısana Yok hey koysana babayı canım Kırçınlama cuvallara okşuysan Emme denem Üzümüz denem Emme denem Üzümüz denem Çıraylı saray Vak vak kempir canım Babayı canım Kempir canım Canımla uçu Kempir canım 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 Kempir canım 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 Kempir canım 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 hey Almadım o genge Benim erkisi Akşada yengenge Benim erkisi Açılımız gelmesin Benim erkisi Ruslasın bir genge Benim erkisi Konuşlasın bir genge Benim erkisi Kaşın kıyalasam mı? Benim adisi Bilmersem alasam mı? Benim adisi Kaşın kıyalasam mı? Benim adisi Bilmersem alasam mı? Benim adisi Evvel de verim Şimdi uyalasam mı? Sonunda uyalasam mı? Şimdi uyalasam mı? Sonunda uyalasam mı? Taş altında gözünü Benim erkisi Başım boğar kızınız Benim erkisi Başını kaçırma Benim erkisi Taşlar git gel özünü Benim erkisi Taşlar git gel özünü Benim erkisi
Oradan gelin adam var. Adam bu sene tedi. Ay kız yoluna gitedi. Adam bu sene tedi. Ay kız yoluna gitedi. Ay kız yoluna gitedi. Kız yoluna gitedi. Kız yoluna gitedi. Kız yoluna gitedi. Ey rahmat. Tamam qilamiz. Endi o'rta guruh ijrosida chiroyli bir raqsni yana havola qilamiz. Qani marhamat, tavramiz markaziga o'rta guruhni taklif qilamiz. Barakalla bolajonlarimiz. Endigi navbatni tayyorlar guruh o'g'il bolalar ijrosida ajoyib raqs. Oraya hamiyatli
очень милыми. Мы ваши детки, 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 конфетки, детки, детки, вкусняшки, ваши очаровашки. Мамы, вы у нас красивые, папы очень-очень сильные, бабушки наши очень добрые, дедушки вы у нас задорные. Мы ваши детки, 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 конфетки, детки, детки, вкусняшки, ваши очаровашки. Детки, 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 конфетки, детки, детки, вкусняшки, ваши очаровашки. Arziydi da bugün yana, bu kunni qilsak tantana. Har kunimiz shodiyona, bedorga bayram bahona. Hey, arziydi qilsak tantana. Arziydi da bugün yana, bu kunni qilsak tantana. Har kunimiz shodiyona, bedorga bayram bahona. Arziydi qilsak tantana. Yurtda bayram sadolari, dilda shodlik navolari. Yurtda bayram sadolari, dilda shodlik navolari. Sevinch, sovinch, quvonch rangi, kamalakning kulolari. Arziydi da bugün yana, bu kunni qilsak tantana. Har kunimiz shodiyona, didorga bayram bahona. Arziydi qilsak tantana. Larimizdan ajoyib raqs, sahna ko'rinishi, talant show. Bo'ldi, ibaraver. Bo'ldi, ibaraver qo'shiqni. Doim tayinaman.
talent show. Dünyasını tağaymas Ya ama küvetçengmez Halı verirsen Odam olmaysan Bu yotishingda maqsadingga yetolmaysan Izingga aytsam xafa bo'lasan Seni o'ylab gapirayotganimni bilmaysan Mayli hozircha bu qorning to'qdir Kayfu safodan boshqa g'ami ham yo'qdir Yoningdagilar ertaga yo'qdir Soqang bor uchun soxta do'stlaring ko'pdir Hech kimsasiz o'zing qolganda Meni bu ashulamni bir tingla Yotib olib tingla Dünya seni tağaymas Ya ama küvetçengmez Doyum qarab ko'nglinga Otdan yoki yonagmas Dünya seni tağaymas Ya ama küvetçengmez Doyum qarab ko'nglinga Otdan yoki yonagmas Ko'chaga chiqib bir qaragin Hamma insonlar ham mehnatda Qani tur o'rningdan qaddam bos Botib qolibsan-ku g'aflatda Hey yoqmayapti gaplarim Teshayapti pasharang Bilib turibman yonimda zo'rg'a turibsan Sinov qilib charchamaysan Lekin xohishing jannat Zor yig'latib ota-onangga keltirding ularni Boshing borib devoriga tekkanda Senga aytgan so'zlarimni esla Eshitdingmi esla Нормально поет. Dünya seni tağaymas Не поет и читает. Tepha ko'nglinga Otdan yoki yonagmas Dünya seni tağaymas Ya ama küvetçengmas Doyum qarab ko'nglinga Otdan yoki yonagmas Dünya seni tağaymas Ya ama küvetçengmas Doyum qarab ko'nglinga Otdan yoki yonagmas
glittery. You're the light that makes me go hazy. Makes me go hazy. Makes me go hazy. चढ़िया है रंग रंग में खाबा दे संग संग आज उड़ती फिरा मैं सारी रात उड़ती फिरा जिंदड़ी दे रंग ढंग मेरी नींदें भी तंग तंग आज उड़ती फिरा मैं सारी रात उड़ती फिरा मन जावे गुलाबी चुन्नी दबा दे मन जावे कलरफुल चूड़ी पवा दे रिक्वेस्ट आईया वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी वाइट कलाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरे तेरे हिस्से आइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे सारी सिटियां मिलकियां चिट्टियां कलाइयां वे तेरे हत्थां Ko'rgayman, ustozimni ko'rgayman, ustozimni ko'rganda yangi she'rlar yodlayman. Tayyorlov guruh ijrosida Olcha Gulli Bodom qizlarimiz ijro etishadi. Shu bilan bayramimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Kamchiliklarimiz uchun uzr so'raymiz. Endi kamchilik bo'ladi hammada. Shuning uchun uzr so'raymiz. Bayram Advanchik zarato, dikrivasi zarato, ni bayarsan nikapo, dazivetla sana boy. Barakalla. Aziz ota-onalarimizdan shu bayram haqida o'z fikrlarini eshitamiz. Assalomu alaykum. Mana shu bolalar bog'chasi ekan. Xudoyim minnatlaringizni qadrlaymiz.
Xudoyim hamma shunday yaxshi kun bayramlar bo'lsin. Xudoyim ko'p qaldirg'achlar ochiravergaysizlar. Bugun bu yil endi birinchi qaldirg'ach chiqar endi. Rahmat sizlar hammangizga ko'rib o'tiribmiz. Dim yaxshi tayyorlov. Undan ortiq endi bizlar bu yerlarda bo'lmasa ham kerak baribir. Rahmat. Hammangizga rahmat. Rahmat. Hozir tarbiyachilarimizni hammasini raqsga taklif qilamiz. Bizda maroqli o'tar har kuni vaqtim hisob kitobli sundanda unim ertalab bajaramiz badan tarbiya kuchga to'lib olamiz ishlaydimi ya so'ng donishda qilamiz istaha bilan mashg'ulotga kiramiz istiyoq bilan markazlarga bo'linib bilim olamiz o'rganamiz sevinib bilim olamiz bizlar sevgan ishqiyot keldi ko'kram kabi soz bizlar sevgan ishqiyot ekan o'sdi yerlarda bug'doy pishdi qirlarda Barakalla bolajonlar. Hozir so'z navbatimizni hamma vaqt oldimizda sog' yurgaysiz, shunday tug'ilgan kunlarni ko'pini ko'rish nasib etsin. Qahramon akang bilan oldimizda shunday bayramlarni ko'pisini ko'rish hammamizga ham nasib etsin. Tabriklayman Dilfuza opa. Bayramimiz haqida o'z fikrlaringizni bildirib o'tsangiz. Qadrli aziz bolajonlar, barchangizni bolajonlar bayram bilan tabriklayman. Barcha shart-sharoitlardan foydalanib, yaxshi ilm olishga intilib, hamma vaqt ota-onangizni quvontirib, o'ynab, shod-xurram o'ynab kulinglar bog'chamizda. Hamma vaqt shunday bayramlar 100 yil, 200 yil bog'chamizda davom etsin. Rahmat. Siz ham oldimizda sog' yurgaysiz. Ishchilarimiz sizga o'z sovg'alarini, tabriklarini bildirib o'tacak. Assalomu alaykum hammaga, kasbdoshlar, ota-onalar, hammangizni farzandlaringiz bayramlari bilan chin qalbimdan tabriklayman. Avvalambor Dilfuza opa, Sulton xonim, o'tib ketgan to'lg'an kuningiz bilan tabriklayman. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Qahramon akam bilan 100 yosh yashag'ingiz, Xudoyim. Yana bir marta tabriklayman. Farzandlaringiz ko'p bo'lsin. Eng kamida shu bog'chamizdan hokim chiqsin. Avvalambor bugun birinchi kun xalqaro bolalar kuni bilan hammangizni farzandlaringizni, bolajonlarni tabriklayman. Xudoyim shu bayramlarning keti uzilmasin, hamma vaqt bardavom bo'lsin. Bayramlarimiz bayramlarga ulashib ketsin, Allohim. Dilfuza opa, tabriklayman. Tug'ilgan kunlaringiz bilan 100 yoshlarga kiring. Qahramon aka bilan qo'sha qarib, shu bog'chani yuritib, 100 yilgacha yuritib yuraverasizlar, Allohim. Bolalaringiz 100 emas, 200 emas, 300 bola bo'lsin. Tabriklayman yana marta tug'ilgan kunlaringiz bilan. Tadbirimizdagi hammaga assalomu alaykum. Bolajonlarimizni bugungi 1-iyun xalqaro bolalar kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim shu bog'chamiz hamisha bolalar kulgusi bilan to'la bo'lsin. Dilfuza opa, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Allohim mazmunli barakali umr bersin. Hamisha oilangiz, farzandlaringiz uchun sog'-salomat yurgaysiz. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, hamkasbdoshlar. Mana bugungi tadbirimiz juda ham zo'r bo'ldi. Barchangizga yanada bundan-da kuchli ishlaringizda rivoj tilayman. Dilfuza opa, Qahramon aka, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Shu farzandlaringizning rohatini ko'rib, shularning rohatida yuravergaysizlar. Umrlaringiz uzoq bo'lsin, tabriklayman. Assalomu alaykum davramiz qatnashchilari. Bugungi tadbirni chiroyli qilib o'tkazib bergan Qahramon akang bilan Dilfuza opangga mingdan-ming marta rahmatlar aytamiz. Kelajakda bu bog'chamizda bolajonlarning kulgusi
bermasin, yüzümüz yorug' bo'lsin. Sizlarga ham rahmat aytib kelguvchilar ko'p bo'lsin. Dilfuza opa, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Ilohim 100 yoshlarga chiqing. Allohim bergan umrni mazmunli yashashlikni nasib qilgay Allohim. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Bolajonlar, sizlarni bugungi 1-iyun bayram bilan tabriklayman. Dilfuza opa, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Qahramon otam bilan qo'sha qaringlar. Bolalaringiz rohatini ko'rib, sog' salomat yurgaysizlar. 100 yoshlarga kirgaysiz. Yana bir bor tabriklayman tug'ilgan kuningiz bilan. Rahmat. Endi so'z navbatini ota-onamizga beramiz, ota-onalarga. Hurmatli davra qatnashchilari, mana bugun shu nabiralarimning bayrami 1-iyun xalqaro bolalar kuni ekan, hammalaringizni chin qalbimdan tabriklayman. Shu baqchamizning hamma rivojini bersin, barakatini bersin. Shu eng aldi aktiv nelardan bo'lib chiqdimmi shu nelarimiz? Birinchi qaldirg'ashlarimiz. Rahmat. Hamma nelarga, tarbiyachi qizlarimizga, mana shu nening newsi boshchisi, shu qahramon bilan Dilfuzani tug'ilgan kuni ekan. Xudoyim qo'shqanlaringiz bilan qo'sha qarg'aysizlar. O'g'il farzandlaringizning baxti kamolini ko'rish hamma nasib etsin. Hamma shu baqchamiz bundan da rivojlanaversin. Shu ko'p vaqtlarimiz tarbiya topib, birdan bir qanday bir yutuq inson bo'lib kelgusida yetishib chiqsin. Shu rahmat hammalaringizga. Hamma vaqt shunday vaqt xo'shchilikda o'yin kulgida yuraversin. Bolalarimiz bundan da ko'p bo'lsin, rivojini bersin shu baqchaning. Rahmat hammalaringizga. Tabriklayman shu bayramlari bilan, shu nabiralarimizning. Hammangizni tabriklayman, jajji bolajonlar tabriklayman. Shunday bayramlarni ko'p-ko'pini yetiraversin. Hamisha shunday o'ynab, kulib yursin farzandlarimiz. Dilfuza opa, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Qahramon bilan qo'sha qarring. Bolalaringizning, qizlaringizning rohatini ko'rib o'rgaysiz. Hamisha shunday kulib o'rgaysiz. Ozbirchiligimizni bersin. Bundan da yuksalaversin. Bundan da farzandlarimiz ko'payaversin. Hammangizga omad, baxt, oilaviy tinchlik, xotirjamlik, sog'lik bo'lsin. Hammangizni tabriklayman. Dilfuza opa, tabriklayman. Assalomu alaykum hammaga. Shu bugun 1-iyun ekan, bolajonlarimiz bayrami ekan. Shu fursatdan foydalanib bolajonlarimizni tabriklayman. Xudoyim sog' salomat yurgaylar. Bayramlarimiz juda chiroyli o'tdi. Dilfuza opam qahramon ekan, katta rahmat shu nelarni tashkillashtirib bergani uchun. Dilfuza opa, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Xudoyim sog' salomat yurgaysiz. Qahramon ekan bilan qo'sha qarib bolalaringiz rohatini ko'rgaysiz. Xudoyim baqchamiz gullab yashnaversin. Assalomu alaykum, hurmatli davramiz qatnashchilari. Bugungi bolalar kuni bilan hammamizni tabriklayman, bolajonlarimizni. Shu baqchamiz gullab yashnasin. Dilfuza opa, tabriklayman tug'ilgan kuningiz bilan. Umringiz uzoq bo'lsin. Xudoyim bergan umrni mazmunli yashang. Qahramon otam bilan qo'sha qaring. Tabriklayman. Assalomu alaykum hammaga. Bugun 1-iyun bolalar kuni ekan, hamma bolajonlar tabriklayman. Shu baqchamiz Xudoyim gullab yashnaversin. Dilfuza opa, qahramon aka, sizlarga katta rahmat. Shuncha sharoitlar yaratibsiz. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. 100 yoshlarga kirib yurgaysiz. Shu baqchada tarbiyalangan hamma bolalar ilmli, bilimli, buyuk inson bo'lib yetishsinlar. Ota-onalar hamma vaqt mamnun bo'lib yursin shu baqchadan. Assalomu alaykum. Barchangizga bugun bolalar bayrami bilan hammangizni tabriklayman. Dilfuza opa, sizni ham tabriklayman. Qahramon akam bilan teng qarishib, baxtli, saodatli bo'lib yashag'aysiz. Xudoyim baqchamiz bundan ham yuksalib, shu yerdan chiqqan bolalar oliy ma'lumotli, aqlli, xushli bolalar bo'lib yetishga Xudoyim. Ozburchiliklarimizni berib, sog'lik, salomatlikda yurgaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, hurmatli hamkasblar, aziz bolajonlar. Bugungi bayramingiz bilan barchangizni tabriklayman. Dilfuza opa, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Hamisha o'ynab kulib yuravergaysiz. Umringiz uzoq bo'lsin.
Qahramon aka bilan qo'sha qarib baxtli hayot kechirib yuravergaysiz. Hamisha shu bog'chamiz yashnab, gullayversin. Barchamizning ishlarimizga rivoj tilayman. Chiqanimni tug'ilgan kuni bilan Dilfuzani tabriklayman. Qahramon bilan qo'sha qarasizlar, umrlari uzoq bo'lsin. Shunday bog'chamiz haqiqatan gullab yashnaversin. Mana shu bayramni tashkillashtirgan Qahramonga hamda Dilfuzaga, bog'cha opalarına mana shu bayramni tashkillashtirgan hammasiga rahmatlar aytamiz. Kuch-quvvat bolalarni tarbiyalashda, kuch-quvvat, sabr-toqat tilaymiz. Hamma har kuni bolajonlarni shu bayramdagidek bo'lsin, hayoti ertakdagidek go'zal bo'lsin, orzulari ushaladigan bolajonlar bo'lsin. Aha aha aha, waha waha waha, aha aha aha, çiçek, waha waha waha. alacak, maşin alacak, keyin çay salacak. Şu gitarist kalminizmden kümlümü alacak. Pul tapacak, maşin alacak, keyin çay
bana yok yok yok